sifatsiz komplektlarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Bu komplektimiz 11 kishilik. Materiallari agalotdagi turpog'imizni qorib, chiroyli qilib ishlatganmiz. Yong'oq, chinor, baqaterak, lis va daraxtlardan ishlaymiz deymiz, doim biz yolg'on gapiramiz. Mexik qismini koreyskiy atachento yoki turetskiy material deymiz. Sizlarni doim aldaymiz. Biz ishlab chiqqan materiallardan foydalanamiz yoki to'shaklarni yuvib tozalab ishlatib olamiz. Shuning uchun komplektdan biz juda ham katta daromad qilamiz. Xalqimizda bir maqol bor: oltin olma, ko'proq oltin ol. Shu formula asosida ishlaymiz. Uylarning razmerini so'rab, xuddi sizlar tomon bo'lganda ish qilamiz, lekin biz baribir o'zimizni hisob-kitobimiz chiqadigan yo'lida ishlab chiqaramiz. Xonamizning razmeri 1/20 ga 360, 340, 320 deymiz, lekin biz doim 270 lik xontaxtani urib-uramiz. Xonamizning materiali esa g'o'zapoya xom ashyodan ishlanadi. Qaranglar, biz doim sizlarni o'ylaymiz, o'tin qidirib yurmaysizlar, tandirxonaga to'g'ri borib yoqib uraverasizlar. Xalqimizda yana bir maqol bor: kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi deydi. Xalqimizni biz o'ylab, orib qolmasligi uchun biz shunaqangi dangalini aytib sado qilamiz. Xullas, ish shasha kim olsa kasha bo'ladi. Bunga shunaqa sifatsiz komplektlar kerak bo'lsa, albatta bemalol bizga murojaat qilinglar. Pastda nomerlar qoldirib o'tamiz. Telefon qilib yurmanglar, baribir olmaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta yaqinlarga ulashib qo'yinglar, ular uchun ham manfaatsiz video bo'lsin. Albatta menga obuna bo'lmay qo'yaveringlar, chunki men manfaatsiz video chiqaraman. Videoning so'ngida esa qo'shnilar Husniddin akaga salom aytib qo'yishlarni so'rab qolaman.